Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar, hurmatli tadbirkorlar. Mening familiyam Murodov, ismim Alisher. Agrobank Shahrisabz filialining o'rinbosariman. Bugungi navbatdagi tadbirkorlar bilan fuqarolar bilan uchrashuvimiz belgilangan. Hammalaringizga kelganlaringiz uchun katta tashakkur. Mahalla faollariga ham mana shu uchrashuvni tashkil qilishda amaliy yordam ko'rsatganingiz uchun ming bor rahmat. Kimda Agrobank mahsulotlariga qiziqishlari, Agrobank mahsulotlariga ehtiyojlari bo'ladigan bo'lsa, mana shu uchrashuvda o'sha talablaringizni aytib o'tasizlar. Bizda jamoamiz bilan birga shu uchrashuvda ko'rilgan masalalarni qisqa fursatda yechimini topib, qisqa fursatda o'sha masalani yechimi bilan shug'ullanishni chorasini ko'ramiz. Murojaat qilguncha ism, familiya, sharhingiz, adresingiz, manzilingiz, telefon raqamingiz va qisqacha murojaat mazmunini aytsangiz, o'shanaqa biz yozib olamizda qisqa muddatda o'sha masalangizni yechimini topishni chorasini ko'ramiz. Biz hech kimning vaqtini olish niyatimiz yo'q. Birdaniga murojaatlarga o'tib borsak ham bo'ladi. Boshladik. Unda boshlaymiz. Assalomu alaykum. Kimlik olmoqchiman, chorvasiga. Sizlarga ism, familiyangiz? Qorayev Uchqun. Qorayev Uchqun. Uchqun. Ochdi. Egan berdi. Egan berdi. Bog'shamol o'zdami? Bog'shamol. Telefoningizni ayting. 97 97 618 618 66 99. Ayting murojaatni. Shu 50 millionlik kredit olmoqchiman. Nima maqsad qilmoqchisiz aka? Chorvasiga rivojlantirish. 50 million chorvaga. 50 million so'mlik bizda o'zimiz bank qilgan fuqarolarga mahalla loyihasi degan kredit dasturimiz bor. O'sha bo'yicha agar sizga nimalaringiz, kriteriyalaringiz deymiz o'zcha, mana kredit tarixingiz, haqiqatan ham o'zi nima deydi, o'sha kreditni talablariga to'g'ri kelsangiz, o'rganib chiqib, biza shu moliyalashtirish murojaatni yozib oldik. Uzoq 2 kunga yechim topishsa bo'ladi. Yana kimlar? Bizda Razzoqovich, Bog'shamol. telefoningizni ayting. 87 841 841 0885. 0885. Nima? Million chorvasiga rivojlantirish uchun kredit olmoqchiman. Chorvaga bo'lsa, Uchqun akaga aytilgandek, xuddi sizga xuddi o'sha mahalla loyihasi dasturimizdan ko'rib chiqib, haqiqatan o'zingiz band qilgan bo'lsangiz, oldingi olgan kredit tarixlaringiz joyida bo'lsa, haqiqatan shu Bog'shamolda propiska bo'lsangiz, endi mana har xil talablar bor, o'sha talablardan kelib chiqib ajratsak bo'ladi. Rahmat, o'tiramiz. Assalomu alaykum. Bog'shamollarmiz. Telefon 428 424 70 50. Sizda nima maqsad? 50 million? 50 million chorva. Sizga xuddi shu Yusuf aka bilan Uchqun aka aytilgan yo'nalish 50 million so'mlik mahalla loyihasi. O'z o'rnim qisqa muddatda yechim topadi. Rahmat. Yana kim bor? Sen? Ortiq quvvat.
Chiqdi demetri. Ilhomli. Boshlangan misin? Telefon zametibdi. 88 8 124 124 82 07. Qancha so'm olasiz? 50 million chorvaga. Mahliyo opa, sizga ham murojaatingizni yozib oldim. Sizga 50 million so'm agar o'sha talablarga javob bersangiz, qisqa muddatda ish beramiz. Yana kimdan murojaat bo'ling. Hurmatli fuqarolar, mana shu yuqoridagi fuqarolarga murojaatlarni hammasini yozib oldik. Qisqa muddatda 1 kun, 2 kun, eng uzog'i 3 kunga masalangizni yechib beramiz biz. Faqatgina bitta iltimos bo'ladi. Mana shu chiqadigan foizlari, oyma-oy chiqadigan grafik to'lovlar chiqadi, masalan, imtiyozli davr tugagandan keyin o'z muddatiga, o'z vaqtiga to'liq to'lab borishlaringizni so'rab qolamiz. Bundan keyin ham bundan ortiqcha, nima deydi, kattaroq loyihalar bilan ishlashga aylanib tayyor. Faqatgina o'z vaqtida to'lovlarni amalga oshirsangiz olinadi. Rahmat.